Yaxshimisiz? Rahmat. Nima kiyimiz xo'l? Oyim uchrashuvga quruq bormagan dedilar. Miyiz ishlamaydimi deyman? Yo, bitta o'zim ishlayman. Tupoymisiz? Yo, Murodman. To'xta, o'zim gaplashaman. Tuzukmi polvon? Polvonni tanimayman-u. Tushunmading, mayli. Uychilar yaxshimi? Uychilarni qayerdan bilaman? Gap tushunmaysanmi deyman. Tushunaman. Bir oyda bir marta bo'ladi. $100 o'ynashadi. Uni aytmayapman, meni gapimni aytyapman. Men yo'qman-u. Qayerda? Gapingizda Bo'pti, chetroq o'tinglar. o'tolmayman. Ne? Zagranim yo'q. Chet elga demayapman, chetroq o'tinglar deyapman. Короче, bu meni qizim. Menga Tohir akani qizi deyishgan edi-yu. To'g'ri, Tohir akani qizi. Sizni qizingiz qani? Mana mashi. Hozir Tohir akani qizi dedingiz-ku? Qiz Tohir akaniki, men yaxshi ko'raman. Tohir akanimi? Qizini. To'xtang, eshiting, bizani to'yimizda bo'ladi. Qachon? Bilmayman. Taxmin qilib ko'rsangizchi? 1-2 yildan keyin. Shunda 1-2 yildan keyin taxmin qilib ko'ra olasizmi? Qilolmayman hech narsa. Bilaman. Xullas, bu qiz senga tegmaydi. Boya tegdi-yu. Yo, erga tegmaydi. Ersiz o'tadimi? Senga tegmayman deyapman. Tegdingiz-ku boya. G'alchamsan? Yo, Murodman. Senga berishmaydi uydagilari, tushundingmi? Uydagilar berish shart emas. Hozir urvoraman lekin. Shu yerdami? Asabiylashmang. Bu bilan o'zim gaplashaman. Men gaplashmayman siz bilan. Nimaga gaplashmaysiz? Yigitingiz bor-u? Menga qara, hozir uyga borib qiz yoqmadi deysan. Uygami? Adem bilan oyinga yoqmadi deysan. Uyimi? Qizi? Qaysi qizi? Meni qizimmi? Tohir akani qizi-yu. Umrimni yeding, o'zlaring gaplasholaring. Ana, sizni tashlab ketdi. Qaqqa. Uf, mashka, mana turibman-u, asabimni o'ynab yording. O'ynashni yomon ko'raman. Asabimi? O'ynashni yomon ko'raman.